Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Bugun 12-mart mashina olish challenge 3-kuni, xudo xolasa bugungi kun ham davom etyapti. Gaz ishlamaganligi munosabati bilan mashinani tormozlari yaxshi ushlamay qoluvdi. Kalotga qo'ydirgani keldik ustaxonaga. Ustamiz Oltiariq tuman Fayzobod qishlog'idan Botir Ali ismli shaxs. O'z ishining ustasi. Bitta nomerlari yozilgan Botir Alining adres deganlar Fayzobod sentrda, idora, klinika, pochtani to'g'risida. Shekka kelib Botir Aliga kalotkami, motormi, korobka, hadavoy hamma muammolaringga yechim top beradi. Hamma asbob uskunalari bor. Ismi Botir Ali hali ham. Bu sentrimizdagi ustaxonamiz. Antifrizlar bor. Освежитель, kalitga ilaydigan asbob uskunalar. Короче, nima yo'q desiz, yo'q narsani o'zi yo'q degan magazin ekan bu. Agar yeslicho talablar bo'lsa, kiyim-kecha ham sotib olishaveradi. Короче, mashinaning zapchaslari, hamma turdagi zapchaslar arzon narxlarda. Qo'qon narxlarda beraverasizlar, arzon narxlarda. Chiroyli qilib kelishtirib berishar ekan. Kelinglar, shu yerdan savdo qilinglar. Botir Ali ustani ustaxonasining yonida bu magazinimiz. Rahmat e'tiborlaring uchun. Bugungi kunimiz shu bilan yakuniga yetadi. Boshqa ilojimiz yo'q ekan.